Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nima uchun rahbarlar kuchli jamoa qura olmasligi haqida gaplashamiz. Buni asosiy hozir siz bilan bugungi darsimizda ko'rib o'tadigan 5 ta sababi bor ekan. Demak, bugun siz bilan nimalarni gaplashamiz? Birinchi navbatda kompaniyadagi korporativ madaniyatni qanaqa yaratish, shakllantirish haqida gaplashamiz. Ikkinchidan esa jamoaviy ishlash bizga qanaqa darajada katta natija olib kelishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Uchinchisi bu bo'limlararo samaradorligimiz, ya'ni faqatgina kompaniyangizda asosiy rahbar emas, balki har bitta bo'lim rahbari, sotuv bo'limi rahbaringiz bo'lishi mumkin, marketing bo'limida marketing rahbaringiz bo'lishi mumkin, produkt bo'limi produkt rahbaringiz. Xuddi mana shunaqa tartibda bo'limlar rahbarlarining samaradorligini oshirish haqida gaplashamiz. Rahbarlarda bir xil boshqaruv qoidalari qanday o'rnatilishi va darsimiz oxirida men sizga maxsus sovg'am bor, o'sha boshqaruv kompetensiyalari bor. Ya'ni har bitta rahbar o'rganish kerak bo'lgan bilimlarni checklist tarzida qilib qo'yganman. Mana shu narsani olishingiz mumkin bo'lar ekan darsimiz so'ngida. Xo'p, birinchi navbatda o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Javohir, familiyam Abdufattoh. 4 yildan beri ta'lim sohasida boshqaruv faoliyatini olib boraman. Hozirgacha asosiy ishlagan joylarim bu o'sha Superme o'quv markazi bo'lgan, undan keyin onlayn kurs sotuv kompaniyalari va hozirda 2 yildan beri 50 tadan ortiqroq kompaniyali Superme kompaniyasida operatsion direktor sifatida faoliyat olib boraman. Bu yerda Davron aka Turdiyev va Anvar aka Baxtiyorovning loyihalar bilan birga ishlaymiz. Hozirgacha ta'lim yo'nalishida o'nlab kompaniyalarga boshqaruv tizimini va boshqaruvchilar tayyorlab berishga yordam berganman. Bu bizada o'sha loyihalarimiz bozorda ko'pchilik biladigan Superme, Ideal, mana shu loyihalarda operatsion direktorlik faoliyatini olib borganman. Xo'p, birinchi navbatda shuni olishimiz kerak bo'lar ekan, rahbarlar kompaniyani bir xil usulda boshqarmaydigan bo'lsa, qanaqa muammo bo'ladi? Bu yerda rahbarlar deganda men hozir kompaniyani asosiy egasi yoki CEOsi va boshqa top menejerlarni boshqarish usuli haqida gapirib o'taman. Rasmda ko'rib turganingizdek, o'sha asoschi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kompaniyamiz asoschisi hammaga qarab, nima qilishini bilmay turibdi, boshini qashib. Bu yerda qolgan top menejerlar va xodimlar bo'lsa, ko'zlari bog'langan holatda hammasi har xil arqonlar tortyapti, har xil joyga qarab harakatlanyapti. Bundan ham ko'rishimiz mumkinki, agar kompaniyada bir xil tizim o'rnatilmaydigan bo'lsa, bir xil korporativ madaniyat qo'yilmaydigan bo'lsa, bu nimaga olib kelar ekan? Bizda hamma o'z boshimchalik bilan, o'z uslubida, o'z tajribasi asosida kompaniyani va xodimlarni boshqarishga harakat qiladi. Mana shunda kompaniyamizda hammamiz erishmoqchi bo'lgan maqsadimiz, natijalarimiz turlicha bo'lishni boshlaydi. Xo'p, odatda misol uchun marketing bo'limi rahbarini oladigan bo'lsak, bir xil qoida bo'yicha ishlashi mumkin, marketing bo'limidagi hammasi, lekin sotuv bo'limiga kirganda sotuv bo'limida qoidalar o'zgarishi mumkin. Misol uchun marketing bo'limiga soat 10 dan 6 gacha yoki 7 gacha ish vaqti belgilangan bo'lsa, sotuv bo'limiga deylik obedki soat 12 dan kelish mumkin, 2 smenada ishlash mumkin. Mana shu kabi bir-biridan farqli ravishda ba'zi bir qoidalarga amal qilish mumkin bo'lar ekan. Yoki HR bo'limingiz bo'ladigan bo'lsa, HR bo'limidagi umuman yana boshqa qoidalar bo'lishi mumkin. Ular misol uchun haftada 4 kun ishlashi mumkin, 3 kun ishlashi mumkin. Mana shu tartibda kompaniyada turlicha qoidalar bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lar ekan? Jamoa a'zolari bir-birini tushunmaydi, bir-birini qaysi vaqtda borib xonasini taqillatish kerak, qaysi vaqtda bir-biridan ma'lumot olish mumkinligi haqida hech qanaqa ularda tushuncha bo'lmaydi ekan. Vazifalar natijada chalkashishni boshlaydi va hamma bir tarafga harakat qiladi ekan, natija nima qilar ekan? Tushib ketar ekan. Xo'p, shuning uchun rahbarlar qanaqa bo'lish kerak? Bir xil ravishda boshqaruvga amal qilish kerak bo'lar ekan. Shuning uchun bizda Superme kompaniyasi ham eng ko'p o'tkaziladigan mitinglarimiz bu faqat top menejerlar orasida bo'ladi va bu mitinglarda hamma o'z yo'nalishini bir-birini harakatlariga moslab, maqsadga moslab, sinxron ravishda ishlatishga harakat qiladi. Xo'p, tushunishimiz kerak bo'lgan asosiy bu darsimizdagi element bu biznesda bizning asosiy natijalarimiz, bizning o'rgangan bilimlarimiz bas, balki o'sha o'rgangan bilimlarimizni qanchalik darajada amaliyotda qo'llay olishimiz, qanchalik darajada biz bu narsani o'zimizni biznesimizda natijaga erishishni olib chiqa olishimiz ekan. Misol uchun rahbarda o'sha yerda bilimi kuchlilik qilishi mumkin, tajribasi 10 yillik, 15 yillik bo'lishi mumkin, lekin bir biznesdan boshqasiga o'tganda u yerdagi nyuanslar, yangi narsalar, yangi metrikalar va yangi xodimlar bilan ishlashda paydo bo'ladigan muammolar tufayli u oldingi joylarda qilgan natijasini qilib bera olmasligi mumkin. Misol keltiradigan bo'lsak, misol uchun rahbar delegatsiya haqida 10 ta kitob o'qigan bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda bu delegatsiyani qila olmasligi mumkin. Xodimlarga nisbatan o'sha vazifalarni to'g'ri bo'lib bera olmasligi yoki ularni to'g'ri tushuntira olmasligi mumkin ekan. Bu ham o'z navbatida istalgan odam biznesda kuzatilishi mumkin bo'lgan holat. Hozir agar siz o'sha kompaniyada yuqori bo'g'indagi rahbar bo'ladigan bo'lsangiz, kompaniya asoschisimi yoki CEOmi yoki operatsion direktorimi, bu yerda bitta narsani tushunishimiz kerak. Faqatgina boshqaruv tizimi bizga bog'liq emas, balki org strukturamizda bizdan keyingi top menejerlar, misol uchun men boshida aytgan o'sha sotuv, marketing, media bo'limi, moliya bo'limi rahbarlari, produkt bo'limi rahbarlari bo'lishi mumkin, o'sha logistika bo'limi rahbari bo'lishi mumkin. Har bitta bo'lim rahbari ham o'zida rahbarlik ko'nikmalarini shakllantirishi va xuddi o'sha narsani amaliyotda biznesda
qo'llay olish kerak bo'lar ekan. Demak, shu o'rgacha xulosa qilsak bo'lar ekan, bizada demak amaliyotda qo'llangan bilimlar biznesimizga natija olib kelar ekan. Rahbar qaysi muammolarni hal qilish kerak, undan nimalar kutiladi? Demak, hozir siz bilan rahbar hal qilish kerak bo'lgan va rahbar o'zi qiladigan ishlar tizimiga kirish kerak bo'lgan asosiy 5 ta narsa haqida gaplashamiz. Demak, birinchisi kompaniyada yagona boshqaruv madaniyatini yaratish. Ya'ni har bitta o'sha biz yuqorida aytib o'tgan bo'limlarda xuddi kompaniya asoschisi yoki top menejerlar ishlatadigan yagona tizim bo'lishi, yagona hisobotlar tizimi, yagona korporativ madaniyat tizimi, yagona SOP tizimi. Agar har bitta bo'lim o'z boshimchaligi bilan o'zi xohlaganchalik boshqaradigan bo'lsa, jarayonda juda ham ko'p uzilishlar va tushunmovchiliklar bo'lishni boshlaydi. Ya'ni har doim top menejerlaringiz o'zingizdan tepada boshqa bo'g'inda odam borligini, yuqoriroqda odam borligini bilib va uni aytgani bo'yicha harakatlanadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan chalkashliklar kamayishni boshlaydi. Ikkinchisi bu jamoaviy ishlash, ya'ni jamoa orqali katta maqsadlarga erishish. Bu yerda sinergiya qonuniyati haqida gap ketyapti. Ya'ni 1+1 o'zi 5 yoki 1+1 11 degan narsani eshitgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bitta ishni bitta odam bajargandan ko'ra uni bir nechta odam bajaradigan bo'lsa, natija ancha yuqoriroq bo'ladi va bu karrasiga farq qilishi mumkin degan qonuniyat haqida gap ketyapti. Ya'ni misol uchun marketing bo'limiga lidlar sonini oshirishni aytdingiz va buni faqat marketolog qilish kerak. Lekin siz to'liq marketing bo'limidagilarni chaqirib, marketolog, saytolog, o'sha copywriter bo'ladigan bo'lsa, ular bilan birgalikda ma'lumotni zadachani beradigan bo'lsangiz, albatta natijalar juda ham katta farq qilishi mumkin. Bugungi mavzumizga aloqador qilib, misol uchun sotuv bo'limidagi konversiyalarni oshirish topshiriqini esa katta ehtimol bilan bir nechta bo'lim bilan qilishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu yerda sotuv bo'limi aralashadi, marketing bo'limi aralashadi, produkt bo'limi aralashadi. Natijada rostakamiga bular birgalikda ishlab, sotuv bo'limi o'sha e'tirozlarni aniqlab berishi mumkin, marketing bo'limi aynan o'sha e'tirozi bor mijozlarni topa olishi mumkin, produkt bo'limi o'sha mijozlarga nisbatan maxsus videolar orqali chiqib, ularni e'tirozlarini yechishi mumkin bo'lar ekan. Natijada nima bo'ladi? Sotuv bo'limida sotuv konversiyasi oshadi. Bu yerda bitta bo'limda ish emas, balki har bitta bo'limdan o'zining o'sha kulchoviy kadrlari sizga kerakli ma'lumotlar berib, natijani ko'tarishga yordam berar ekan. Uchinchi usulimiz bu albatta bo'limlar ish samaradorligini oshirish va natijani ko'paytirish. Bu yerda o'sha yaponcha muda usul haqida gap ketyapti. Ya'ni har bitta jarayonlarda nazorat qilish vaqtida e'tibor berishimiz kerak, qaysi jarayonlar bizning bo'limlarimizni samaradorlikni tushiradi. Ya'ni ikkita bo'lim bitta ishni qilayotgan holatlar bo'lishi mumkin yoki umuman kerak emas etaplarda qilish mumkin bo'lar ekan. O'sha ko'pchilik biladigan Toyota misol keltiraman. Ya'ni Toyota kompaniyasi mashina ishlab chiqaradigan zavodida har bitta xodimni ish samaradorligiga juda ham katta e'tibor berishadi. Oddiy atverka misol uchun xodim bitta burilib, olib o'rtacha 10 sekund atrofida vaqt yo'qotadigan bo'lsa ham, o'sha atverkani bu yoqqa yoniga qo'yib qo'yishi shunchaki uni burilib olish emas, balki qo'l cho'zib olishi uchun yaqinlashtirishi imkoniyat qilib berish kerak bo'lar ekan. Mana shu narsalar qilib berilgandan keyin Toyotada misol uchun samaradorlik anchagacha oshgan. Tushunishingiz uchun bu atverka haqida gap ketyapti. Ishdagi eng kichkina detal haqida. Xuddi shunday bizda ham ish jarayonimizda, xodimlarimizda, umuman bo'limlarimiz samaradorlik oshirish uchun mana shunday bir nechta yaxshi o'zgarishlarni kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. To'rtinchisi bu kompaniya ichida bo'limlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'yish. Men juda ham ko'p ko'radigan narsam bu, odatda bo'limlar o'zi qiladigan ishga faqat bo'ldi bizning kompaniyamiz natijasi mana shu bo'limda ishi deb hisoblashadi. Marketing lead olib berishni, sotuv, kommersiya qilib berishni, produkt bo'limi yaxshi mahsulot qilib berishni. Umuman olganda bular bir tarafdan to'g'ri aytishyapti, lekin boshqa tarafdan olib qaraydigan bo'lsangiz, kompaniya o'zining natijasiga erishish uchun har bitta bo'lim birgalikda ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni sinxronizatsiya bo'lishi kerak. Agar faqatgina bitta bo'lim o'z maqsadlarini amalga oshirib, boshqa bo'limlar esa bu narsaga amal qilmaydigan, faqat o'z yo'nalishiga ketadigan bo'lsa, odatda muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Aybda bir-biriga to'nkash, hisobotlar tizimida chalkashliklar, birga majlislar o'tkazmaslik, borib har bitta bo'lim rahbari bir-bilan gaplashmasligi, bu esa o'z navbatida kompaniyada yetarlicha muammolarni olib kelishi mumkin ekan. 5-inchisi esa bu kompaniyada shunaqa muhit yaratish kerak bo'lar ekanki, odamlar u yerga ishlashga kelishga xursand bo'lish kerak. Ertalab turganda yoki kechasi uxlayotganda ertangi kungi rejalarni tuzib, o'sha ishxonada asosiy vaqtni o'tkazishga o'z roziligi bilan bo'lish kerak, o'z xohishlari bilan. Ertasi kuni esa kelib o'sha ishxonada yaxshi ish samaradorligini ko'rsatib berish kerak bo'lar ekan. Buning uchun o'z navbatida xodimda o'sha nomoddiy motivatsiyasiga, xodimda stressga chidamliligiga va umumiy kompaniyadagi atmosferaga e'tibor berishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, seriya koordinar degan tushuncha bor. Ya'ni seriya koordinar degani kompaniyamizdagi mavjud bor tizimga negativ ta'sir o'tkazadigan inson. Ya'ni u odam odatda tizim bo'lmaganda ko'proq foydasi tegadi. Ishlar aralashib yotganda, ayni bitta vazifa kimgadir yuklatilishi bilinmaganda o'sha odamga yuklatiladi. Natijada u odamcha har doim nima bo'ladi? Ish bo'lib turadi, o'zining muhimligini ko'rsatib turishi mumkin ekan. Shuning uchun har doim kompaniyani tizimlashtirish protsessida sizni tizimingizga qarshi chiqadigan yoki sizni tizimingizni yomonlashtirishga harakat qiladigan xodim bo'lishi mumkin ekan. Bu har doim ham ishlamaydi, lekin mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Kompaniyamizda bardak bo'ladigan bo'lsa, tizim bo'lmaydigan bo'lsa, har doim o'zini ko'rsatadigan xodim bo'ladi va bunga tizimlashish yoqmaydi.
Demak, men o'sha darsni boshida aytib o'tgan bizada bonusimiz bor. Demak, rahbar sifatida siz o'rganishingiz shart bo'lgan 24 ta ko'nikma yoki bilimlar. Demak, o'sha birinchi navbatda zarur kompetensiyalar haqida gaplashamiz. 13 tasi. Bu demak, birinchisi rahbarning fikrlashi, ya'ni sizning fikrlashingizga qarab bizda nima jamoamizda hamma ishlar tashkillashtiriladi va natijaga qarab harakat qilinadi. Ikkinchisi bu yo'nalish bera olishingiz va umumiy olganda maqsad qo'ya olishingiz. Maqsad qanaqa tarzda 1 yillik qo'yishingiz mumkin, 6 oylik, 1 oylik, 1 haftalik, 1 kunlik dekompozitsiya tarzida sizda maqsad qo'yish bo'yicha kerakli ko'nikmalar bo'lishi kerak. Bu smart bo'lishi mumkin, WUB bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p turda maqsadlar qo'yish bor. Mana shu narsalarni o'rganib, jamoangizga qaysi biri samarali ishlashini ko'rib chiqishingiz kerak ekan. Qarorlar ishlab chiqish, albatta, qarorlarni taqdim etish, qaror ishlab chiqilgandan keyin bu narsani jamoangizga to'g'ri yetkazib berish ham sizning vazifangiz hisoblanadi. Qoidalar va tizim yaratish kompaniyada amal qilinishi kerak bo'lgan va hammaga bir xil ishlaydigan adolatli tizimni qo'yishimiz. Umumiy jarayonda esa vazifalar qo'yish, delegatsiya qilish, ularni nazorat qilish va o'shalar bo'yicha reglament, ya'ni yo'riqnomalar yoza olishingiz kerak bo'lar ekan. Va albatta, men o'sha eng ko'p, eng qadrli degan xislatim rahbarlardagi bu rejalashtira olish. Ipidan ignasigacha rejalashtirish haqida gap ketmayapti. Oddiy narsa, rahbar sifatida siz kuningizni rejalashtirishdan boshlasangiz ham bu kompaniyangizni ertaga butun boshli top menejerlaringiz, agar yoki siz hozir sotib bo'limi rahbari yoki marketing bo'limi rahbari shunday top menejer bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizning bo'limingizda juda katta ijobiy o'zgarishlar berishni boshlaydi. 11-inchisi bu boshqaruvdagi tizimli yondashuvimiz, ya'ni faqatgina olov yonganda xuddi o't o'chiruvchi kabi kelib, muammoni yechib, o't o'chirib, ya'ni olov yonishini kutib o'tirish emas, balki tizimli ravishda umuman olov yonmaydigan tarzda bajarishimiz kerak bo'lar ekan. Vazifalar bajarilishini tashkil qilish va koordinatsiya va o'ruvchisi bizada boshqaruv ta'siri, rahbar sifatida ta'sir o'tkaza olishimiz bizning natijalarimizga. Endi esa bizada jamoa bilan ishlash bo'yicha kompetensiyalar bor. Birinchi, demak, o'sha jamoa bilan ishlash kompetensiyalarida motivatsiya va xodimlarni jalb qilish juda ham muhim o'rinda turadi. Xo'p, motivatsiya deganda bu o'sha to'g'ri KPI tizimini qo'ya olishimiz va nomoddiy KPI dan foydalanishimiz ekan. Xodimlarni jalb qilishimiz bu o'sha biz yuqorida gaplashgan xodimlar ofisga o'sha o'z ishida ko'proq samaradorlikka erishish uchun, zavqlanish uchun kelib bemalol ishlay oladigan sharoit qilib berishimiz. Undan keyin esa kommunikatsiyani qo'ya olishimiz, komandani boshqarishimiz, konfliktlarga qarshi qolishimiz, o'zgarishlarni qila olishimiz kerak bo'lar ekan. Albatta, eng muhim ko'nikmalardan bittasi bu nima qila olish, yig'ilishlarni samarali o'tkazish va u yerda moderatsiya qila olishimiz ekan. Jamoani dam oldirishlarni rejalashtirish, team buildinglar va har doim aytaman, eng yaxshi organizator bu rahbarning o'zi bo'lishi kerak. Organizatsiya o'sha team buildinglarni rahbarning o'zi tashkillashtiradigan, o'zi rahbar bo'ladigan, o'zi boshqarish bo'ladigan bo'lsa, bu team buildinglar ancha yaxshiroq holatda o'tadi, chem uni qaysidir bo'sh xodimga berib, o'zing xohlagancha tashkillashtir degandan ko'ra. Strategiya ishlab chiqishimiz kerak, yuqori rahbar bilan samarali ishlashimiz kerak. Top menejer bo'ladigan bo'lsak, albatta o'zimizni tepamizdagi rahbarlar bilan yaxshi muomalada bo'lishimiz kerak bo'lar ekan. Boshqa bo'limlar bilan hamkorligimiz, ya'ni sinxron ishlashimiz va xodimlarni adaptatsiya qilish, o'qitish, rivojlantirish, HR ni yaxshi tushunishimiz kerak rahbar sifatida. Rivojlanish siklimiz qanaqa tartibda bo'lar ekan? Biz rejalar tuzar ekanmiz, ular bo'yicha harakatlar qilar ekanmiz, natijani olib, analiz qilib, hatto kamchiliklarimizni yana tuzatishlar kiritib, mana shu sikl bo'yicha aylanar ekanmiz. Umuman olganda, bu yerda o'sha 24 ta ko'nikma keltirilgan bo'lsa, bulardan tashqari ham yana bir nechta ko'nikmalar bor. Rahbar sifatida egallashingiz kerak bo'lgan. Bularni jarayon davomida o'rganishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu oxirgi checklistni men fayl sifatida Telegram kanalimga yuborib qo'yaman. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta uni Telegramdan o'tib olishingiz mumkin bo'lar ekan. Mana shunday rahbarlik haqida yana bilimlarni, tizimli xodimlarni boshqarish haqida bilimlarni olish xohlasangiz, o'sha kanalga podpisatsiya bo'lib qo'ying. Biz harakat qilamiz hafta davomida tez foydali videolar chiqarib turishga. Kommentariyaga esa mana shu bugungi darsdan olgan eng foydali insaytlarni yozib ketadigan bo'lsangiz, xursand bo'lamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.